Qadrli do'stim, eskitkish xayollar ham mojarolar dunyosida salamlayman seni. Bugun biz burungi yoz bayrami Navro'zni bayram etamiz. Ham o'shaqda eng tamli butqa pishiramiz. Rasmimizni narsadan boshlaylik ekan. Bildim, boshda bizga qozon osib qo'yila turgan qolin to'ya kerak bo'lar. Hozir butqasi pishasi qozonning yarim tugarak tutqishini yasab qo'y. Ondan boshqa o'shaq ustida rizq pishirib bo'lmas. Abo, qozon havoda ilinib turashaqmi? Yo'q endi, shungani o'shaq ustida tutib turadigan tag'in 2 tayoq yasa, ular 2 yapli bo'la. Bu tayoqlar tegiz tursin uchun toshlar bilan shiramda yasab qo'yamiz. Bek motor shiga. Tataristonda Navro'zni nishik bayram etadilar ekan so'ng. 21 mart bizning respublikada xalqlar do'stligi ham birdamligi kuni bo'lib hisoblanadi. Bu kunni qo'noqqa yurishu ham bir-biringni tamli rizqlar bilan silov g'adatga kirgan. Navro'zda butqa pishiruv g'adatida borali. Eng tamli butqa o'shaqda pishiriladi. Hozir biz uni yasaymiz. Qara, bizning o'shaq tillari nindi motor. Hozir qozonni yasab bitiramiz. Meni ortdan qabatla. Qozonning ishida narsadir qo'ynida boshladi endi. Xo'sh, isda taraldi. Bizning oqli qorali rasmimiz hazır. Hozir uni tamli rizqning islari bilan tugul, turli tuslar bilan da to'llandirg'ali. Qizg'il kran qarandash bilan toyoqlarni bo'ya. Sen bilasizmi? Navro'z tabiatning yangaruwini bildirar ekan. Bu bayramni yozning boshi deb atab bo'ladi. Uni barliq turkiy xalqlarda bayram etadi. Bu kunni biyu ham ko'ngillashuv g'adatga kirgan, ustallarga yangi shitib chiqqan budoy yusintilarini qo'yalar. Ular yangi turmush ham yoz simboli bo'lib turadi. Ura, yoz yetdi! Nindi motor. Mana shunday qiziq bayram bu Navro'z. Men chigagan arada biz endi qozonni ko'k tusini bo'yida boshladik. Mana shulay tilchili, aql ishli. Qozonimiz yozsi bo'lib ko'rinmasin uchun men uni zangar tusining turli tusmirlarini bo'yim. Shab kelib chiqa, mana shulay. Navro'zda pishirilib turgan butqa mo'lroq bo'lgan sayin yilda o'ngishliroq uzgan deb ishanalar. Shunga ko'ra uni torri, dugi, qorabudaygina tugul, bolalar ovul xalqidan jigan barliq turdagi rizqlarini solganlar. Süt, yumurta, mayda qo'shganlar, qo'y vaqt yuzim dastaganlar. Bu butqani birinchi etib kim totib qo'ray olgan ekan? Bu turda men senga qo'lingga qizg'il sariq ham qizil qarandashlarni olg'ishchilarmin. O'shaqni bo'yi boshlaymiz. Butqaning birinchi talinkasin iminlik ham mo'l o'ng'ish tilitili yerga topshirganlar. Ikkinchi talinkasi yerda turmushni saqlay olsin uchun suvga, uchinchisi quyoshda yoqtirib tursin, yomg'irda yog'sin uchun ko'k yuzini. Ondan so'ng yozni olib kelgan qushlarga dalish chiqarganlar. Qizg'il sariq qarandashlarni yarab qo'yma, onun bilan tag'in toyoqlarning kesilgan o'rinlarin ham hatto o'shaqdagi o'tinlarini bo'yarga mumkin. Bek yaxshi. Bizning o'shag'imiz durlab yana. Shunga qozonimiz alla qachon qizdi endi. Demak, butqa pishirishga da vaqt yetdi. Esingda qoldir. Butqa tamli bo'lib pishsin uchun anga solina turgan yormani ovuldagi har yurtdan jiyib chiqqanlar. Shunday butqa bilangina yozni qarshi olirga yarar ekan. Butqa nindi tusda bo'la? Sari, aydani bo'yab chiqiq. Yashil bilan anlar, shiramni da bo'yiq. Bu rasm sening uyingni bezab turashaq. Tag'in bir necha siziq ham Navro'z butqasi hazır. Qo'noqlar shaqirda, ularni siyla. Bigrak tamli bo'lgan. Shoyan rassamni da qarorga unutma. Sog' bo'l.